Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Isroil-Eron urushi Ukraina uchun ajoyib imkoniyat yaratdi. Tramp Eronga keskin talab qo'ydi. Turkiyada ehtimoliy urushga qarshi tayyorgarlik kuchaytirildi. AQSh Eronga qarshi quruqlikdagi operatsiyani boshlamoqchi. Tehrondagi neft saqlash omborida katta yong'in. TikTok va Instagramda mashhur bo'lgan oyoq massajyorimiz yetib keldi. Barcha yoshdagi va yoshi katta otaxon va onaxonlar uchun juda foydali mahsulot. Oyoq og'riqlari, oyoq shishlari, yig'ilib qolgan tuzlar va tovondagi og'riqlar va boshqa kasalliklarni yo'q qiladi. Massajyor ixcham bo'lganligi tufayli sumkada olib yurish ham mumkin. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Eron qo'shinlaridan uzr so'radi va hujumlarni to'xtatishga va'da berdi. Eronning muvaqqat rahbariyat kengashi agar Yaqin Sharq mamlakatlari hududidan hujumlar uyushtirilmasa, ularga qarshi yangi zarbalar bermaslik haqida qaror qabul qildi. Shuningdek, Eron prezidenti Masud Pezeshkian hujumlardan jabr ko'rgan qo'shni davlatlardan uzr so'radi. Shu bilan birga Tehron dushmanlari uning so'zsiz taslim bo'lish haqidagi orzularini o'zlari bilan go'rga olib ketishlari kerakligini qo'shimcha qilgan. Tramp Eronga keskin talab qo'ydi. Tramp Eronni shartsiz taslim bo'lishga chaqirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp o'zining Trust Social ijtimoiy tarmog'idagi akkauntida Eron bilan shartsiz taslim bo'lishdan boshqa hech qanday kelishuv bo'lmaydi deb yozdi. Tramp taslim bo'lish va yangi maqbul rahbar tanlanganidan so'ng ittifoqchilar va sheriklar bilan birgalikda Eronni iqtisodiy jihatdan avvalgidan ham kattaroq, yaxshiroq va kuchliroq qilish uchun tinimsiz mehnat qilamiz deb qo'shimcha qildi. AQSh prezidenti Eronni buyuk kelajak kutayotganini ta'kidladi. Bir kun oldin Tramp Eronning yangi rahbariyatini tanlashda ishtirok etish kerakligini aytdi. Avvalroq Rossiya Eronga Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy obyektlariga zarba berish uchun razvedka ma'lumotlar bergan bo'lishi mumkinligi aytilgandi. AQShning Erondagi Keshim orolidagi suvni tuzsizlantirish zavodiga zarbasi 30 ta Eron qishlog'ini suv bilan ta'minlashda uzilishlarga olib keldi. Hormozgon viloyati gubernatorining xavfsizlik bo'yicha o'rinbosarining so'zlariga ko'ra, AQSh Erondagi Keshim orolidagi suvni tuzsizlantirish zavodiga zarba berib, markaziy Xara va Shahab tumanlaridagi taxminan 30 ta qishloqni suv bilan ta'minlashda uzilishlarga olib keldi. Amaldorning ta'kidlashicha, kechasi sodir bo'lgan hujum muhim suv infratuzilmasiga zarar yetkazgan va o'nlab jamoalar jiddiy suv uzilishlariga duch kelgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi hujumni qoralab, uni qo'pol va umidsiz jinoyat deb atadi va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olish jiddiy oqibatlarga olib kelishi haqida ogohlantirdi. Aroqchi hujum o'nlab qishloqlarning suv bilan ta'minlanishiga ta'sir qilganini va Vashingtonni muhim davlat xizmatlarini nishonga olish orqali xavfli pretsedent yaratishda ayblaganini aytdi. AQSh Eronga qarshi quruqlikdagi operatsiyani boshlamoqchi. The Washington Post va The Telegraph nashrlarining xabar berishicha, AQSh Eronga qarshi ehtimoliy quruqlikdagi operatsiya muhokamalari fonida Fort Bragg bazasidagi elita 82 havo desant diviziyasini shay holatga keltirgan. Mazkur bo'linma Arizonadagi rejali yirik mashg'ulotlardan kutilmaganda chiqarib olingan. Diviziyaning mashqlardan olib qolinishi uning Yaqin Sharqdagi amaliyotlarga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida shubhalarni yuzaga keltirdi. Pentagon va Oq uy rejalarining o'zgarishi yuzasidan hozircha rasmiy izoh bermadi. Ma'lumot uchun 82 diviziya AQSh armiyasining tezkor harakat qiluvchi kuchlari tarkibiga kiradi. Unda 4-5 ming nafar harbiy xizmat qiladi va bo'linma istalgan amaliyot hududiga 18 soat ichida yetib borish imkoniyatiga ega. Muhokama qilinayotgan ssenariylarga ko'ra, asosiy nishonlardan biri Eron neft eksportining katta qismi o'tadigan Xork orolidagi strategik obyektlarni nazoratga olish bo'lishi mumkin. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Tehron AQShning har qanday ehtimoliy quruqlikdagi hujumiga munosib zarba berishga tayyorligini ma'lum qildi. Isroil-Eron urushi Ukraina uchun ajoyib imkoniyat yaratdi. AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyoti Pentagon va Ukraina o'rtasida muhokama qilinayotgan dron texnologiyalari bo'yicha kelishuvga tezlik qo'shdi. Washington Kiyevning dronlarga qarshi kurashda to'plagan tajribasidan foydalanishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Politico yozdi. So'nggi yillarda Rossiyaning Shahid turidagi dron hujumlariga qarshi kurashish jarayonida Ukraina arzon va samarali to'xtatuvchi dronlar hamda boshqa usullarni ishlab chiqqan. Eron ham shunga o'xshash arzon dronlar faol foydalanayotgani AQSh va uning ittifoqchilari uchun jiddiy muammoga aylangan. Masalan, arzon dronlarni yo'q qilish uchun qimmatbaho raketa tizimlaridan foydalanish iqtisodiy jihatdan samarasiz ekani aytilmoqda. Manbalarga ko'ra, Pentagon va Ukraina o'rtasida texnologiya almashish bo'yicha muzokaralar qariyb 1 yildan beri davom etmoqda. AQSh harbiy vakillari yaqinda Kiyevga tashrif buyurib, sinovdan o'tgan dronlarga qarshi texnologiyalardan qanday foydalanish mumkinligini muhokama qilgan. Ukraina uchun bu muzokaralar muhim diplomatik imkoniyat sifatida
sifatida baholanmoqda. Kiyev AQSh va boshqa hamkorlarga o'z tajribasini taklif qilish orqali qo'shimcha moliyaviy va harbiy yordamga erishishni maqsad qilmoqda. Shu bilan birga dron texnologiyalarini boshqalarga berish o'zining mudofaa qobiliyatiga salbiy ta'sir qilmasligiga ham e'tibor qaratmoqda. Ekspertlar ta'kidlashicha, arzon to'xtatuvchi dronlardan foydalanish qimmat raketalarga nisbatan ancha samarali. Masalan, Ukrainada ishlab chiqilgan ba'zi dronlar taxminan $3000 tushsa, Shahid droni $50,000 atrofida, uni yo'q qilish uchun ishlatiladigan Patriot raketasi esa millionlab dollar turadi. Iordaniyadagi AQSh bazasida vayron qilingan Z radarlari. Urushdan oldin AQSh Eron ballistik raketalarga qarshi kurashish darajasini oshirish uchun mintaqaga ataylab ushbu turdagi havo mudofaa tizimini joylashtirgan, ammo oxir-oqibat tarixdagi eng katta Z uskunalarini yo'qotishga uchragan. Eslatib o'tamiz, bu Amerikaning eng ilg'or va zamonaviy havo mudofaa tizimi. Bitta Z raketaga qarshi mudofaa tizimining narxi taxminan $2.3 milliard tashkil etadi. Bunga uchirish moslamalari, radarlari va qo'mondonlik punkti kiradi. Bitta tutuvchi raketaning narxi $4 million ga yetadi. Ba'zan esa uzoq muddatli xarajatlarni hisobga olganda $20 million ga yetadi. Turkiyada ehtimoliy urushga qarshi tayyorgarlik kuchaytirildi. Turkiyada ehtimoliy urush va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik doirasida 16 ta vazirlikda yangi favqulodda holatlar va mudofaa rejalashtirish bo'limi boshlig'i lavozimi joriy etildi va tayinlov amalga oshirildi. Bu haqda 6-mart kuni mamlakat prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'on qaror qabul qildi. Unga ko'ra, Milliy mudofaa vazirligidan tashqari barcha vazirliklarda favqulodda holatlar va mudofaa rejalashtirish bo'limi boshlig'i lavozimi joriy etilib, ushbu lavozimlarga rasmiy tayinlovlar amalga oshirilgan. Mazkur bo'limlar vazirlikning tabiiy ofatlar, favqulodda vaziyatlar hamda fuqarolik mudofaasi bo'yicha tayyorgarlik ishlarini muvofiqlashtirish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, ular safarbarlik va urush holatiga oid rejalarning bajarilishini nazorat qiladi hamda vazirliklarni favqulodda holatlar va ofatlar boshqaruvi boshqarmasi markazida vakillik qiladi. Bundan tashqari, yangi tuzilma prezidentlik apparati va turli inqiroz markazlari o'rtasida axborot almashinuvini ta'minlash vazifasini ham bajaradi. Mutaxassislar fikricha, ushbu qaror orqali davlat tizimi ichida inqiroz, tabiiy ofatlar va urush holatlariga tayyorgarlik jarayonlarini muvofiqlashtiradigan markazlashgan tizim shakllantirilmoqda. Milliy mudofaa vazirligi esa ushbu sohaning asosiy ijrochi organi hisoblangani sababli yangi tuzilma tarkibiga kiritilmagan. Ma'lum qilinishicha, vazirliklar tarkibida favqulodda holatlar va mudofaa rejalashtirish bo'limi tashkil etish to'g'risidagi qaror 2025-yil oktyabr oyida qabul qilingan. So'nggi qaror bilan esa mazkur bo'limlarga rasmiy tayinlovlar amalga oshirilgan. Kurdlar Eronga qarshi qo'zg'olon ko'tarish shartini aytdi. Eronning Kurdiston erkin hayot partiyasi qurolli a'zolari allaqachon Eron hududiga va qo'zg'olonga shay. Biroq ular AQSh qo'llab-quvvatlashisiz harakat boshlamaydi. Bu haqda partiya hamraisi Amir Karami Ahyos nashriga ma'lum qildi. O'tmishda 2 yillik qo'zg'olon qo'llab-quvvatlovsiz qolib ketdi. Bu esa rejimga o'z mavjudligini uzaytirish imkonini berdi, deydi u. Karimi shuningdek tashkilot AQSh rasmiylari bilan aloqada ekanini, ammo Isroil hukumati yoki uning Mossad razvedka xizmati bilan aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Pejakning jangovar qanoti Sharqiy Kurdiston mudofaasi deb ataladi. 2000-yillarning boshidan beri u Eronda kurd muxtoriyatini o'rnatish maqsadida Eron hukumati bilan qurolli mojaro olib bormoqda. Turkiya, AQSh va Eronning o'zida NRK terrorchi tashkilot deb tan olingan. Bizning baholashimizcha, yerusti qo'shinlarisiz rejimni o'zgartirish imkonsiz va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra AQSh bu hududlarga qo'shin yubormayapti, deydi Iroq kurdlari vakili bo'lgan ismi oshkor etilmagan mulozim. Ma'lumot uchun, Kurdiston erkin hayot partiyasi Erondagi kurdlarning madaniy va siyosiy huquqlarini himoya qiluvchi hamda o'z taqdirini o'zi belgilash uchun kurashuvchi kurd harbiy siyosiy tashkilotdir. U Turkiyadagi Kurdiston ishchi partiyasining Erondagi analogi hisoblanadi. Tehrondagi neft saqlash omborida katta yong'in. Hozircha Epstein koalitsiyasi Eronning neft infratuzilmasiga zarba berishdan qochib kelgan edi. Ular hokimiyatga o'zlariga yaqin rejim qilsa, bu infratuzilmadan foyda olishni umid qilgan. Amaliyotning dastlabki kunlarida aynan shu hisob-kitob asosiy yo'l-yo'riq bo'lib ko'rinadi. Endi esa neftni qayta ishlash zavodlari va neft omborlariga berilgan zarbalar shuni ko'rsatadiki, Washington va Tel Aviv tez orada hokimiyat almashishini kutishmayapti. Shuning o'rniga ular muhim infratuzilmalarni nishonga olib, gumanitar inqiroz va ijtimoiy noroziliklarni keltirib chiqarishga urinayotgandek. Bugun ertalab AQSh kuchlari Keshim orolidagi tuzsizlantirish zavodiga ham raketa zarbasi berdi. Bu obyektning Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining raketa dasturiga qanday aloqasi borligi esa o'rinli savol bo'lib qolmoqda.